Hamyurtlarimiz orasida prostata muammolaridan aziyat chekayotgan kishilar uchun faqat va'da emas, aniq natija beradigan, shuningdek, prostata muammolariga 100% yechim bo'la oladigan Prostamix mahsulotini tavsiya etamiz. Prostata shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik kabi muammolarni endilikda siz bu sohada uzoq yillik tajribaga va 200 mingdan ortiq mijoz ishonchiga ega bo'lgan turkiyalik mutaxassis Yunus Tur bilan hal qilishingiz mumkin. Buning uchun esa siz 55 kodi bilan 503 2200 raqamiga qo'ng'iroq qiling. Assalomu alaykum qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olam. Wall Street Journal agentligining xabariga ko'ra, Islomoboddagi muzokaralar natijasiz yakun topgan va Eron Qo'shma Shtatlar tomonidan qo'yilgan talablarni qabul qilishdan bosh tortgan. Qo'shma Shtatlar vitse-prezidenti J.D. Vance'ning ma'lum qilishicha, Eron Amerika Qo'shma Shtatlari taklif qilgan kelishuv shartlarini qabul qilmaslikka qaror qilgan. Uning so'zlariga ko'ra, Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasi Eron bilan hech qanday kelishuvga erishmasdan vataniga qaytmoqda va bu holat Washingtonga nisbatan Tehron uchun fojiaviy oqibatlarga olib keladi. Bu degani Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shini Trump tahdid qilgan yangi hujumlarni boshlashi mumkin degan gapdir. Turkiyaning TRT agentligining axborotiga ko'ra esa, hal qiluvchi bosqichdagi Amerika Qo'shma Shtatlari Eron muzokaralari yana bir kunga cho'zilishi mumkin. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron o'rtasida Islomobod shahrida o'tgan birinchi to'g'ridan-to'g'ri muzokaralar raundi yana bir kunga uzaytirilishi mumkinligi bilan yakunlangan. Tasnim agentligining xabariga ko'ra, umumiy muhokamalardan so'ng delegatsiyalar texnik masalalarni batafsil ko'rib chiqishga o'tgan. Avvaliga bir kunga mo'ljallangan uchrashuv mavzularning murakkabligi sabab uzaytirilishi mumkinligi aytilgan. Masalalar orasida Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlarini chiqarish jadvali va Hormuz bo'g'ozida kemalar harakati shartlari kabi murakkab yo'nalishlar bo'lgan. Eron kemalarini Hormuz bo'g'ozi orqali o'tishi uchun tranzit to'lovlari joriy etish huquqini talab qilgan. Amerika Qo'shma Shtatlari esa to'liq va bepul navigatsiya erkinligini talab qilgan. Eron delegatsiyasiga boshchilik qilayotgan Muhammad Boqir Qolibov muzokaralarda ilgarilash Livanni ham o't ochishni to'xtatish hududiga kiritishsiz mumkin emasligini bildirgan. Bunga javoban Amerika Qo'shma Shtatlari vitse-prezidenti J.D. Vance bu masaladagi tushunmovchiliklarni bartaraf etishni muhokama qilishga tayyorligini aytgan. Washington Erondagi boyitilgan uranni to'liq olib chiqish evaziga keng ko'lamli sanksiyalarni bekor qilish rejasini ilgari surmoqda. Ayni paytda mutaxassislar ushbu jarayonning logistikasi va kafolatlarini aniqlashga kirishgan. Al Jazeera va Tasnim agentligining ma'lumotiga ko'ra, delegatsiyalar to'g'ridan-to'g'ri bir-biri bilan uchrashmagan. Amerika Qo'shma Shtatlari va Eron vakillari Sarana mehmonxonasini turli zallarida joylashgan. Pokistonlik rasmiylar esa hujjat va takliflarni yetkazib turish uchun ular orasida vositachilik qilgan. Shunday yopiq formatga qaramay, tomonlar umumiy bayonotlardan 15 va 10 bandli rejalarni texnik jihatlarini muhokama qilish bosqichiga o'tishga muvaffaq bo'lgan. Bu esa muzokaralarni 12-aprel yakshanba kuniga qadar uzaytirish ehtimolini yuzaga keltirgan. Pokiston bosh vaziri Shahboz Sharif ushbu muzokaralarni jahon xavfsizligi uchun hal qiluvchi palla deb atagan. Amerika Qo'shma Shtatlari delegatsiyasi tarkibida Jared Kushner va Steve Witkoff kabi shaxslar ishtirok etayotgani Donald Trump ma'muriyatini mojaroni tez orada yakunlashga jiddiy yondashuvni ko'rsatadi. Endi Turkiya Tashqi ishlar vazirligini Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuga bergan ta'rifiga o'tamiz. Diqqat bilan eshiting. Anadolu agentligining axborotiga ko'ra, Turkiya Tashqi ishlar vazirligi Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahuni davrimizni Gitleri deb atagan. Turkiya rasmiylari Isroil bosh vazirini Respublika prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'anga qaratilgan tanqidlarga shu yo'l orqali javob qaytargan. Turkiya Tashqi ishlar vazirligi va mamlakatni kommunikatsiyalar boshqarmasi bayonot berib, Netanyahuni davrimizni Gitleri deb atagan va xalqaro jinoiy sud uni harbiy jinoyatlar va insoniyatga qarshi jinoyatlarda ayblab hibsga olish orderi berganini eslatgan. Shuningdek, uning rahbarligida Isroil xalqaro sudda genotsid
ayblovlari bo'yicha javobgar sifatida ko'rib chiqilayotganini ta'kidlagan. Turkiya Tashqi ishlar vazirligining fikricha, Netanyahuning asosiy maqsadi amaldagi tinchlik muzokaralarini barbod qilish va mintaqada ekspansionist siyosatni davom ettirish. Chunki aks holda u o'z yurtida sud va qamoqqa duch kelishi mumkin. Tashqi ishlar vazirligi Erdo'g'anga qaratilgan tanqidlarni asossiz, beta'sir va yolg'on deb baholab, buni Ankara xalqaro maydonlarda ochiq aytgan haqiqatlarga Isroilning reaksiyasi sifatida izohlagan. Turkiya kommunikatsiyalar boshqarmasi rahbari Burhaniddin Duran esa Netanyahuni hibsga olish orderi berilgan va deyarli hech qanday do'sti qolmagan jinoyatchi deb atab, uni Erdo'g'anga qarshi chiqishlarini noilojlik bilan bog'lagan. Har ikki idora Turkiya insoniyatga qarshi jinoyatlar bo'yicha Netanyahuni javobgarlikka tortish uchun kurashni davom ettirishini va tinch aholini qo'llab-quvvatlashdan voz kechmasligini bildirgan. Voqealar rivojini birgalikda kuzatamiz. Turfa olam bilan qoling. Siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.